Assalomu alaykum, bilib oling kanal a'zolari. Rossiya Federatsiyasida o'qish niyatida yurgan yoshlarimiz bo'lsa, men sizlarga Rus universitet tashkilotini tavsiya qilaman. Rus universitet orqali siz Rossiyaning top 1000 davlat universitetlariga o'qishga kirishingiz mumkin. Tanlovda adashmang. Sizning tanlovingiz, sizning kelajagingiz. O'tmishda Uyg'urlar tarkibiga kirgan bir qancha urug' va qabilalar keyinchalik o'zbeklar tarkibiga kirib ketgan. Buni o'zbeklarning 92 qabilalari tarkibiga bir nazar tashlab ko'rib olishimiz mumkin. Har ikki xalq turkiy tilli xalqlar toifasiga kiradi. O'zbekistonda yashovchi o'zbeklar orasida Uyg'urlar bilan aralashib ketganlar ko'p uchrab turadi. Ikki xalqning aralashib ketishi ko'p asrlar davomida yuz bergan voqea bo'lib, bu jarayon Farg'ona vodiysida faolroq bo'lgan. Turk xoqonligi, Qoraxoniylar kabi xonliklar davrida o'zbek va uyg'ur xalqlari yashagan hudud bir davlat doirasida bo'lgan va Amir Temur zamonida ularning Buyuk Ipak yo'lidagi bordi-keldi munosabatlari yana ham faollashib ketgan edi. Qadimiy Buyuk Ipak yo'li Qashg'ar shahridan o'tganligi va hozirgi O'zbekiston hududidan kelganlar mazkur shahar orqali kelganligi tufayli o'zbek tilida qashg'arliklar degan atama ham paydo bo'lgan. Mazkur atama asosida Uyg'urlar to'planib yashagan joylar Qashg'ar mahallasi deb aytilgan. Xuddi shunday ahvol Uyg'urlar orasida ham mavjud. O'zbekistondan sharq tomonga ketadigan Buyuk Ipak yo'li Andijon orqali o'tganligi tufayli Qashg'arda va boshqa qator Uyg'ur shaharlarida o'zbeklar andijonliklar, ular to'planib yashaydigan joylar esa Andijon mahallasi deb yuritilgan. 19-asrning o'rtalarida Ili vodiysi va Torim vohalarida yashaydigan ko'plab Uyg'urlarning O'zbekistonga ko'plab ko'chib kelishi kuzatilgan. Sababi bu asrning o'rtalarida Sharqiy Turkistonda mavjud bo'lgan Jung'or xonligi va Yorkent xonligi birin-ketin Xitoyda hukmronlik qilayotgan Manjurlar sulolasi qo'shinlari tomonidan yo'q qilib tashlandi. Ikkala xonlikning taxt vorislari va sinlarga qarshilik ko'rsatgan boshqalar qirg'inga duch kelishdi. Shunda ko'p Uyg'urlar jazodan qutulish maqsadida Turkistonga, jumladan O'zbekiston hududiga ko'chib ketishgan. Shundan keyingi 150 yil davomida Torim vodiysida Manjur hokimiyatiga qarshi ko'p qo'zg'olonlar yuz berdi. Har gal ular bostirilganda minglab Uyg'urlar Qo'qon xonligi hududiga ko'chib ketdilar. Ayniqsa 1826-28-yillarda Jahongir Xo'ja rahbarligida Manjurlar hokimiyati zulmiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olon bostirilganda Torim vodiysidan O'zbekistonga ko'chib ketganlar ko'p bo'lgan. Qozoq olimi Chukan Valixonovning so'zlariga ko'ra, Farg'ona o'lkasining Qo'qon, Shahrixon va boshqa shaharlariga 70 mingga yaqin Uyg'urlar kelib joylashgan. O'sha davrda Turkistonga ko'chib kelgan Uyg'urlarning umumiy soni 300 ming kishidan iborat bo'lgan. 19-asrning o'rtalarida Sharqiy Turkistonda, u yerda tarixda 7 shahar davlati deb nomlangan davlat tashkil topdi. Unga Piskentlik Yoqubbek Qo'shbegi boshchilik qilgan edi. Ammo 1878-yilda ushbu davlat Manjurlar imperiyasi tomonidan yo'q qilindi. Hayot qolgan qo'zg'olonchilar va ularning urug' aymoqlari yana Turkiston hududiga qochib qutulishdi. Rus olimi Nikolskayaning ma'lumotlariga ko'ra, 1878-yilgacha bo'lgan bir necha qo'zg'olon davrida Turkistonga ko'chib borgan Uyg'urlarning umumiy soni 5,5 milliondan oshib ketgandi. Shinjon Uyg'ur muxtor rayoni Xitoy Xalq Respublikasining shimoli-g'arbiy qismidagi milliy o'lka hisoblanib, 1955-yil 1-oktyabrda rasmiy tashkil etilgan. Tarixiy manbalarda Sharqiy Turkiston, Dug'i Turkiston, Xitoy adabiyotlarida 1760-yildan boshlab Sinzyan, 14-asrga oid hujjatlarda va 16-17-asrlarga oid fors tilidagi qo'lyozmalarda Uyg'uriya, Uyg'uriston deb nomlangan. Ushbu muxtor rayon Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya, Mongoliya, Afg'oniston va Hindiston bilan chegaradosh. Umumiy maydoni esa 1,664,897 kvadrat kilometr. Shinjon ma'muriy jihatdan markazga bevosita itoat qiluvchi ikkita shahar, Urumchi va Qoramoy, 5 ta muxtor viloyat, 8 ta hudud, 6 ta muxtor nohiya, 68 ta nohiyalarga bo'lingan. Hozirda unda 57 ta millat vakillari, jumladan islom diniga e'tiqod qiluvchi 13 ta mahalliy millat vakillari yashaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 1998-yilda Shinjonning aholisi 17,5 million kishidan iborat edi. Jumladan 8 million Uyg'ur va jami 2 millionga yaqin qozoq, dungan, qirg'iz, o'zbek, tojik va boshqalar yashaydi.
1982-2000 yillar davomida aholisi 5,5 million kishiga ko'paygan. Ayni paytda Han millatining ko'chirib kelinish hisobiga Shinjonning aholisi 30-35 million kishi atrofida. Miloddan avvalgi 1-mingyillikning dastlabki 8 asri davomida Sharqiy Turkistonning asosiy qismi Tangritog' etaklarini markaz qilgan Ruziyo davlatining ostida edi. Shundan keyingi bir necha asr davomida o'lkada turkiy xunlar hukmronlik qildi. Shu orada ushbu o'lka vaqtincha Han imperiyasi qo'liga o'tgan fursat ham bo'ldi. 5-6 asrlarda Jurjon davlati nazoratida bo'ldi. 6-asrning ikkinchi yarmi, 7-asrning o'rtalarigacha o'lka turk xoqonligi, 7-asrning o'rtalaridan 8-asrning o'rtasigacha Tan imperiyasi, 8-asrning 70-yillarida janubiy qismi hozirgi Kuchor, Xotan, Qorashahar va Qashg'ar tibetliklar, 9-asrning o'rtalaridan 13-asrgacha Qoraxoniylar davlati, 13-14-asrlarda Mo'g'ullar nazoratida bo'ldi. Qoraxoniylar davlati davrida Sharqiy Turkistonning iqtisodiy, siyosiy, madaniy hayoti yuksaldi. 1465-yilda Dug'lot avlodiga mansub bo'lgan Abu Bakr boshchiligida Yorkent shahrini markaz qilgan xonlik tashkil topdi. 16-asr va 17-asrning birinchi choragida Yorkent xonligi har tomonlama yuksaladi. 18-asrning 60-yillarida Sharqiy Turkiston manjurlar tomonidan Xitoyda tashkil etilgan va Sin deb nomlangan imperiya tomonidan zabt etiladi. Ushbu mamlakatda mavjud bo'lgan Yorkent va Jung'or xonliklari yo'q qilib tashlandi. Tirik qolgan taxt vorislari Pekinga olib ketildi. Sharqiy Turkistonda asrlar davomida mavjud bo'lgan davlatchilikka chek qo'yildi. Sharqiy Turkistonga Sinzyan deb nom berildi. Shundan keyin bu o'lkada xo'jalar boshchiligida Sin bosqinchilariga qarshi qo'zg'olonlar kuchayib ketdi. 1864-yilda boshlangan umumxalq qo'zg'olon natijasida birin-ketin Ko'char, Qashg'ar, Xotan, Urumchi xonliklari, Ili sultonligi kabi 5 mustaqil davlat tashkil topadi. 1867-yilda Yoqubbek boshchiligida oldingi 3 xonlikni birlashtirilib, 7 shahar davlati tuzildi. 1872-yilda unga Urumchi xonligi qo'shildi. 1871-yilda Ili vodiysi Rus armiyasi tomonidan egallab olinishi munosabati bilan Ili sultonligi tugatiladi. Sharqiy Turkistonni qaytadan istilo qilish maqsadida Sin imperiyasi 60 ming kishilik qo'shinni safarbar qilib, 7 shahar davlatini yo'q qiladi. Qo'zg'olonchilar qirg'inga duch kelishadi. Tirik qolganlar hozirgi Markaziy Osiyo respublikalari hududiga qochib qutulishadi. Muhammad Yoqubbek Badavlat 1820-yili Piskent shahrida tug'ilgan. Sharqiy Turkistonning va Qo'qon xonligining harbiy va davlat arbobi. 7 shahar Uyg'ur davlatining hukmdori. Tog'asi Toshkent shahri qozisi bo'lib tayinlanishi va singlisining Toshkent hokimiga turmushga chiqishi bilan uning mavqei tez o'sgan. Qo'qon xonligi o'rdasida mahram, keyinchalik Ellikboshi, Yuzboshi, Ponsod bo'lgan. Chinoz va Avliyotaga Oqmachitga bek qilib tayinlangan. Yoqubbek Oqmachitda qushbegi lavozimiga ko'tarilib, rus bosqinchilariga qarshi kurashda jasur sarkarda ekanligini namoyon qilgan. 1864-yilda Sharqiy Turkistonda Manjur imperiyasining zulmiga qarshi mustaqillik uchun kurash boshlanib, 5 ta xonlik yuzaga keladi. Qashg'ar xonligi mamlakatni birlashtirish maqsadida Qo'qon xonidan Yorkent xonining taxt vorislaridan birini Sharqiy Turkistonga yuborishini iltimos qilgan. Yoqubbek Qashg'arga yuborilgan. U Buzrukxo'janing davlat ishlariga qobiliyatsizligidan foydalanib, hokimiyatni o'z qo'liga olgan. U boshida Buzrukxo'ja va boshqa xo'jalar nomidan ish yurgizib, 4 xonlikni Xotan, Ko'char, Urumchi xonliklarini birlashtirib, 7 shahar davlatini tuzgan. Yoqubbekni eng yaqin kishilaridan biri Xotanbegi Niyoz Hakim zahar berib o'ldirgan. Yoqubbek o'limidan keyin taxt uchun kurash boshlangan. Bu orada Xitoy ichki ziddiyatlardan foydalanib, 1878-yilda 7 shahar davlatini bosib olgan. Xitoy hukmronligi qayta tiklangan. 1911-13-yillarda yuz bergan milliy ozodlik harakati natijasida Sharqiy Turkistonda xitoylik tsinlar hukmronligi tugatiladi. Mazkur voqeadan keyingi 40 yillik davomida Sharqiy Turkiston ko'p marta urushlar alangasida yondi. Hokimiyat tez-tez o'zgarib turdi. 1933-yillarda mavjud bo'lgan Xo'ja Niyoz Xo'ja hokimiyati, undan keyin yuzaga kelgan Shinshitsay hukumati va 1944-yilda boshlangan 3 viloyat inqilobi natijasida tashkil topgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati ana shular jumlasidandir.
1949-yil sentyabrda ushbu jumhuriyat rahbarlari Pekinga uchib ketayotganda sirli ravishda aviahalokatga uchradilar. Shundan keyin Shinjon Xitoy Xalq Respublikasi tarkibiga kiritilib, unga 1955-yil oktyabrda Shinjon Uyg'ur avtonom rayoni nomi beriladi.